Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklari bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qadrli do'stlar, mana shu kichik mehnatimizni qadrlagan holda ushbu kanalimizga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz uchun arzimagan bu ish biz uchun juda ham muhim. Qadrli do'stlar, bizning kanalimizda hech qanday pornografik yoki qimorga targ'ib qiluvchi reklamalar chiqmaydi. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, xabaringiz bor, Eldor Shomurodov so'nggi o'yinda jarohat sababli almashtirilganda, ayni damda esa Eldor Shomurodovning jarohati bo'yicha dastlabki ma'lumot berildi. Hujumchi o'yin vaqtida og'riq his qilgan va almashtirilishlarini so'ragan. Hozirda hamyurtimiz o'zini yaxshi his qilayotgani va keyingi o'yinlarga tayyorligini ma'lum qilgan. Qadrli do'stlar, albatta bu juda ham ajoyib xabar, chunki hozirda bizda Jaloliddin Masharipov va Husniddin Aliqulov kabi futbolchilarimiz ham juda ham jiddiy jarohat olishdi. Husniddin Aliqulov 9 oyga safdan chiqdi. Jaloliddin Masharipov esa tizzasini operatsiya qildirdi. Katta ehtimol bilan ikkala futbolchimiz jarohat sababli jahon chempionatini o'tkazib yuboradigan bo'lishdi. Ayni damda esa Eldor Shomurodov jarohat olmagani bu biz uchun juda ham ajoyib xabar do'stlar. Agarda Eldor ham jarohat olganda jahon chempionatidagi guruh bosqichidan chiqishimiz deyarli imkonsiz bo'lib qolgan bo'lardi. Qadrli do'stlar, albatta nima bo'lganda ham hamyurtlarimiz Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev va Abduqodir Husanov kabi futbolchilarimizga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, olg'a O'zbekiston, olg'a Eldor, olg'a Abbos, olg'a Abduqodir deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Bu paytda bo'lsa O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaroning fikrlari umuman boshqacha. Fabio Cannavaro yosh futbolchilarni ham milliy terma jamoaga chaqirish mumkinligini aytdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro yosh futbolchilar masalasi bo'yicha o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Gap yoshda emas, sifatda. Futbolchilarning necha yoshga kirgani emas, balki uning iste'dodi va jangchi sifatidagi xarakteri muhim. Agar futbolchi 17 yoki 19 yoshda bo'lib tayyor bo'lsa, demak u milliy jamoada bo'lishi kerak. Nega uni faqat yosh, kichik deb u 20 yoki u 23 terma jamoalarida qoldirishimiz kerak? Agar men qaysidir o'yinni ko'rish uchun borsam, bu shunchaki oddiy tashrif emas. Men futbolchini o'z ko'zim bilan real vaziyatda maydonda qanday harakat qilayotganini ko'rishni istayman. Shuning uchun safarda bo'lsam ham stadionlarga borishni yaxshi ko'raman. O'yinni jonli tomosha qilishga hech narsa yetmaydi. Uyda o'tirib ketma-ket bir nechta videoni ko'rib, rostini aytsam men uchun zerikarli. Men stadionga borib, futbolchini bevosita kuzatishni afzal ko'raman. Chunki ba'zida juda kichik detallar bo'ladi. Ularni video orqali ko'ra olmaysiz. Aynan shu mayda jihatlar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Misol uchun Eldor Shomurodovni oladigan bo'lsak, u hozir juda ham ajoyib formada va ajoyib o'yinlar ko'rsatmoqda. Men uning o'yinlarini ham ko'rdim. Ammo men uchun Eldor Shomurodov asosiy o'yinchimi? Yo'q, bunday deb ayta olmayman, chunki hozir Barselonada o'ynayotgan Lamine Yamalni misol qilaylik. U hozir necha yoshda? 19 yoshdami? U 19 yoshda nimalar qilayotganini qarang. Bizda ham mana shunday futbolchilar yetishib chiqyapti. Ularni esa men o'z terma jamoamga taklif qilib qolaman deya fikr bildirgan Fabio Cannavaro. Ma'lumot uchun aytib o'taman do'stlar, Cannavaroning to'liq intervyusini tez orada Telegram kanalimizga joylayman. Telegram kanalimiz silkasini kommentariyada qoldirdim. Hozir o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, hamyurtlarimizning o'yinlarini ham jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin va Cannavaroning to'liq intervyusini ham tashlab qo'yaman. Qadrli do'stlar, mana hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.